Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Berdiyev Bunyod Toshboyevich, travmatolog ortoped shifokoriman. Bugun sizlar bilan bel sohasidagi og'riq qanday paydo bo'ladi, kelib chiqish sabablari, klinikasi, davolash usullari haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Birinchi o'rinda bel og'rig'ining kelib chiqish sabablari haqida ma'lumot bermoqchiman. Bel og'rig'i bu osteoxondroz, bel umurtqasi spondiloartrozi, spondilolistizi, disk churralari, protruziyalarda bel sohasida og'riqlar bo'ladi. Bel sohasida og'riqlarning kelib chiqish sabablari bunga ortiqcha og'ir yuklama berish, doimiy stolda noto'g'ri o'tirish, doimiy og'ir yuklamani noto'g'ri qabul qilish, ortiqcha tana vazniga ega bo'lish va organizmda yetarli bo'lmagan kalsiy va fosforlarning yetishmovchilik natijasida kelib chiqadi. Bu bel og'rig'ining tashqi tomonlama kelib chiqish sabablari doimiy stolda noto'g'ri o'tirish, doimiy og'ir yuklamalar qabul qilish va sport bilan noto'g'ri shug'ullanish natijasida bel sohasida grijalar, disk churralari paydo bo'ladi. Bel umurtqalaridagi kasalliklar darajalarga bo'linadi. Misol uchun, har bitta kasallikning o'zining darajalari bor. Darajalariga qarab og'irlashib boradi va kasallik klinikasi ham og'irlashib ko'rinadi. Bel sohasidagi osteoxondroz, disk protruziyalari bu disk churralarining boshlang'ich darajasi hisoblanadi. Agar siz belingizda osteoxondroz, doimiy og'riqlar, protruziyalar bo'lsa, davomli og'ir yuklama bersangiz yoki noto'g'ri o'tirish, tana vazni davomli nagruzkalar bilan birga ketadigan bo'lsa, bu sekin keyinchalik grijaga olib keladi. Bel sohasidagi disk churralari bu juda katta mavzu. Keyinchalik bu haqida ham to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Qanday og'riqlar kuzatilsa, qanday klinik belgilar kuzatilsa, bel sohasidagi og'riq xavfli hisoblanadi. Agar bel sohasidagi og'riqlar oyoqlarga uzatiladigan bo'lsa, oyoqlarda uvishishlar bilan ketadigan bo'lsa, doimiy tortishuvchi og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, zudlik bilan travmatolog ortopedga murojaat qiling. Sababi bu bel sohasidagi disk churralari yoki bel sohasidagi spondiloartroz, spondilolisizning asosiy klinik belgisi hisoblanadi. Bu holatda agar kuchli og'riq bilan kechadigan bo'lsa, keyinchalik bu o'sha nerv siqib qo'yishi natijasida odam yurolmay qolishi, ya'ni oyoqlarini harakatlantira olmay qolish darajasiga olib keladi. Bel og'rig'iga uchramaslik uchun doimiy ertalabki badan tarbiya, ortiqcha yuklamalardan cheklanish, stoldan to'g'ri o'tirganda to'g'ri foydalanish, suyak va bo'g'imlarga foydali bo'lgan mahsulotlarni ovqat ratsionida har kuni qabul qilish hisoblanadi. Bu mahsulotlarga sut va sut mahsulotlari, tvorog, sir, smetana va tuxum mahsulotlari va omega 3 ga boy bo'lgan baliq mahsulotlari kiradi. Bu mahsulotlarni doimiy ovqat ratsionida qabul qilish bu sizni tanangizdagi suyak va bo'g'imlaringizni mustahkamligini ta'minlab beradi. Videomiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring, men ularga to'liq javob berib o'taman.